Assalomu alaykum hurmatli qadri baland ustozlarim, bayramingiz bilan tabriklayman. Assalomu alaykum mehri daryo, qalbi pok ustozlar. Jahonda bo'lmasa muallim agar, hayot ham bo'lmasdi go'zal bu qadar. Aziz ustozlar, sizlarni 1-oktyabr Ustozlar va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklaymiz. Baxtimga hamisha sog' va salomat bo'linglar. Yuzida tabassum bilinar, qalbida mehr ulashar. Ustozdek mehribon kim bo'lar? Bayramingiz muborak ustozlar. So'zlarimni aytolmadim sizga. Mehrlar berdingiz doim bizga, yomonlik tilamadingiz hech kimga. Bayramingiz muborak aziz ustozlar.